Assalomu alaykum hammaga, xayrli kech. Shu desanglar, umuman bunaqa video olmagandim. Endi sizlarga birinchi marta shunaqa vlog qilyapman. Hozir больницада lecheniada yotibmiz biz xo'jayinim bilan. Kech bo'lganda toza havo, ya'ni ko'chaga chiqib ketyapmiz. Shunaqa kech bo'lib qolgan, hozir soat 9dan oshdi. Pastga tushib, shirinliklar yegim kelib qoldi hozir. Safiyaga kirib, nimadirlar olamiz. Qaranglar, shunaqa hali yangi yil anaqalarini olib qo'yishmagan, bezaklarni shunaqa chiroyli qilib yasatib qo'yishgan. Juda ham atmosfera chiroyli, maza qilib dam olyapmiz. Yonimizda Safiya bor. Mana qaranglar, shunaqa shirinliklari, assortimentlari juda ham ko'p. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. O'zim yoqtirgan pirojnoy shirinliklarimdan oldim. Hozir xonaga kirib, maza qilib yeb olamiz. Qaranglar, shunaqa pirojnoysidan oldim. Bu gilosdan beradi. Imom zavarnoy juda ham yaxshi ko'raman. Men bu pirojnoysi ham juda ham zo'r. Ayniqsa o'rtasidagi kremi shunaqa приятный qizlar. Imomnisidan oldim. Buni endi birinchi marta tatib ko'rmoqchiman. Tvorojniy ekan bu.